Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Storm King. Bugungi videoda biz artefakt haqida 50 ta fakt aytamiz. Agar videomiz yoqsa videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Unda videoni boshladik. Haqiqiy ismi Hasan. Sirdaryo viloyatida yashaydi. 9-sinfda o'qiydi. Akasining ismi Shohrux. Artefaktning ikkinchi kanali ham bor. Uning ismi BDV. BDVning ma'nosi Bedwars. BDVning 90 mingdan ko'p obunachisi bor. Artefakt nomini Shohrux o'ylab topgan. Artefakt zerikkanida do'stlari bilan Bedwars o'ynaydi. Artefakt O'zbekistonda birinchi oltin knopkani olgan Minecrafter bo'lmoqchi. Kanal xavfsizlik kodlarining birining oxirida 10 million soni bor. Chunki uning asosiy maqsadi 10 million obunachiga erishish va olmos knopkani olish. U O'zbekistonda obunachi bo'yicha eng zo'r Minecrafter. Uning obunachilari soni bitta davlatning aholisiga tengdir. Artefakt aytishi bo'yicha qishloq rolini Husan emas, balki 3-4 kishi o'ynar ekan. Bittasi ovoz yozadi, bittasi o'ynaydi va bittasi boshqa narsalarni taxlaydi. Artefaktning kanali bir marotaba chopilgan. Shunday qilib uning ikkinchi kanali BDV ham bir marotaba chopilgan. U ba'zi vaqt futbol o'ynash uchun stadionga borib turadi. Artefakt so'zining ma'nosi topilma degan ma'noni anglatadi. 200 mingta obunachisini sinfdoshlari bilan nishonlagan. Yoqtirgan o'yini Minecraft. Montajlariga juda katta e'tibor beradi. Artefaktning eng arzon reklamasi 64 ming so'm. Ammo shunday bo'lsa-da, bitta YouTuberga shu reklama orqali 400 obunachi qo'shilgan. Artefaktning ko'tarilishiga sabab qishloqi. Uning streamer xonasining oldida olcha daraxti bor va u olchalarni terish sababli video ololmay qolgan vaqtlari ham bo'lgan. Va u videoni yoqdim deb videoni yoqmagan va video olinmagan. Uning Telegram kanalida 11 mingdan ko'proq obunachilari bor. Artefaktning maxsus chatiga qo'shilish uchun 14 ming so'm to'lash kerak. Har oy u $300 ishlab topadi. Artefaktning 2 ta notebooki va bitta kompyuteri bor. Uning ikkinchi kanalidagi birinchi videosi 800 mingdan ko'proq prosmotr olgan. Ikkinchi kanaldagi eng mashhur videosi ham o'sha. Ba'zi heyterlar uni Vizlom kanal ochgan deb o'ylashadi. Bunga sabab shuki Vizlom kanalni osongina chopish mumkin. U 16 yoshda. Uning akasi Shohrux 2007-yil. Shohrux 17 yoshda. Akkauntining nomi Artefakt HHSH. Bu kanal yaratuvchilari Hasan, Husan va Shohrux degan ma'noni anglatadi. Ular maktabga doimiy boradilar. Kelajakda Artefakt YouTube'ni biznesga aylantirmoqchi. Artefaktning asosiy kanalidagi eng zo'r videosi 3 million prosmotr olgan. Bu videoning nomi esa zombilarga qarshi qal'a qurdik videosi. Uning YouTube'dan ketish niyati yo'q. U 100 da yuzini ko'rsatgan. Uning obunachilari birinchi bo'lib Shohruxni ularning sinfdoshi deb tushunishgan. Box.uz undan intervyu olgan. Sizlarga video yoqqan bo'lsa xursandman. Sizlar bilan Storm King bo'ldi. Agar videolarimiz yoqsa videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Agar shu videoning tagida 50 ta like yig'ilsa, artefakt haqida 100 ta fakt videosini chiqaraman. Hammaga xayr.